Do'stlar, assalomu alaykum. Ushbu video CRM haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmaganlar uchun tavsiya berardim. Ushbu videoni o'quv markaz rahbarlari yoki o'quv markaz boshqaruvchilari, umuman ta'lim sohasida biror bir biznesi bo'lgan insonlar ko'rishini yoki kelajakda ochmoqchi bo'lgan insonlarni tavsiya berardim shu videoni ko'rishini. O'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Zufarberk Abdurahmonov, Soft CRM loyihasi asoschisiman. Deyarli 7 yildan ortiq IT sohasida turli xil dasturiy mahsulotlar yaratish bilan shug'ullanib kelaman va bir nechta loyihalarim bor ayni paytda. Sizlarga demak CRM haqida ma'lumot bermoqchiman. Videoni boshlasak bo'ladi. CRM nima? Izlanib ko'ramiz. CRM ning o'zi yoyilmasi Customer Relationship Management deyiladi, lekin Google'da keling uni yoyilmasidan tashqari ta'rifi nima ekanligini bilib olamiz. CRM bu ishlab chiqaruvchi korxona yoki xizmat sotuvchi tashkilot bilan mijozlar o'rtasida ularning ma'lumotlarini jamlash, tartibga solish va tahlil qilish imkonini beruvchi dastur hisoblanar ekan. Bu dasturda siz o'z bu haqida ma'lumotingiz bo'lmagandan keyin ishlatib ko'rmaganligingiz tabiiy. Shu vaqtgacha o'zi qanaqa ishlardingiz, men sizga tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni an'anaviy holatda ishlagansiz. An'anaviy holatda ishlagansiz. Bularga nima kiradi? Deylik, siz qanaqadir dastur sifatida Exceldan foydalangansiz yoki qog'ozlardan foydalangan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir daftarlarda. Bularga nimalar kiritib kelgan shu vaqtgacha? Bo'lishi mumkin leadlar. Ya'ni leadlar deganda bo'lajak mijozlaringiz bo'lishi mumkin. Mijozlaringiz bo'lishi mumkin. Leadlardan tashqari, endi bo'lajak mijozlardan keyin nima bo'ladi? U sizning o'quvchingiz bo'ladi. O'quvchilarning ham ro'yxatini alohida bir Excelda yoki qog'ozda shakllantirishingiz mumkin. Undan tashqari guruhlarni ham. Guruhlarni shakllantirganingizdan keyin albatta davomat bo'ladi. Davomatlarni ham o'sha guruhlar ichida qilib ketaverasiz. Undan tashqari deylik, to'lovlar eng muhim qismlari. Bularni ham albatta alohida bir to'lovlar deb turib ochib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Undan tashqari deylik, moliya bo'limi. Moliya bo'limida kirimi alohida, chiqimi alohida, mana shunday qilib turib, demak, ma'lumotlarni har bittasini alohida Excellarda yoki daftarlarda shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'z-o'zidan nima muammolarga olib kelishi mumkin? Keling, shu narsani sizga batafsil tushuntirib bermoqchiman. Faraz qiling, bironta bir o'quvchingiz to'lov qildi. O'quvchingiz to'lov qilganidan keyin yo uni o'quvchilar ro'yxatidan izlaysiz yoki guruhlardan topasiz va o'sha o'quvchini topib turib, bo'ldi, to'lov qildi degan nima deydi, ma'lumotni kiritib qo'yasiz o'sha o'zingizda ma'lumotlaringizga. Lekin siz majbursiz o'sha boshqa fayllarda turgan guruhlar ichida yoki to'lovlar ichida moliya bo'limiga u narsani kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan vaqtni yutqizishingizga va deylik, qaysidir ma'noda baribir inson omili aralashganligi sababli qanaqadir ma'lumotlarning yo'qolib qolishi yoki xullas kirim-chiqimlarda turli xil hisobotlarda noto'g'riliklar kelib chiqishi mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu sizning an'anaviy ishlash holatingiz hisoblanadi. Lekin siz CRM dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, bularni barchasini bitta dasturda va bir-biriga bog'langan holatda boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, xuddi o'sha misolimda oladigan bo'lsak, to'lov kimdir qildimi, qolgan bo'limlarda ham avtomatik CRM ko'rsatib turadi. Do'stlar, CRM mana shu ishlarni faqatgina avtomatlashtiribgina qolmasdan turli xil imkoniyatlarni beradi. Misol uchun, o'quv markaz sohasida, deylik, umuman ta'lim sohasida bir necha insonlar ishtirok etadi. Birinchi bo'lishi mumkin o'quvchilar, eng muhim qismlari. Rahbarlar bo'ladi, o'quvchilaringiz bo'ladi. Ota-onalar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim nima? Har bitta statusda, har bitta xodim bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi, ota-ona bo'ladimi, dasturda shunaqangi imkoniyat berilganki, har birining o'zini shaxsiy kabineti, ya'ni profili bo'ladi. Xuddi mana deylik, Instagramda yoki Facebookda o'zingizning profilingiz bor, faqat o'zingiz egalik qilasiz va o'zingiz maqola qo'ysangiz bo'ladi, o'zingiz xullas nimadir funksiyani bajarishingiz mumkin, to'g'rimi? Ularda ham xuddi shunaqa funksiyalikka ega bo'lgan dastur paydo bo'ladi. Ma'lum bir darajada. Deylik, rahbar, ya'ni o'quv markazi rahbari uchun Soft CRMda, umuman CRMdagi hamma funksiyalar ochiladigan bo'lsa, o'quvchilarga, ya'ni o'quvchilar bor, o'qituvchilar bor. O'quvchilar ikki marta yozib qo'yibman. Birinchisini keling, o'qituvchilar deb qo'yaylik. O'qituvchilarda alohida funksiyalar ochiladi. O'qituvchiga nima muhim? O'zining guruhi muhim, davomat qila olishi mumkin bo'lishi kerak. Imtihoni qachon, o'quvchilarga baho qo'ya olishi kerak. Mana shunga o'xshagan funksiyalar ochilishi mumkin o'qituvchilarga. O'quvchilarga nima funksiya ochilishi mumkin? O'quvchilarning deylik, kelgusi darsi qachon, qanaqa baho olyapti, imtihoni qachon bo'lishi mumkin, va hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlarni ko'rib turish mumkin bo'ladi. Ota-onalarga nima qiziq? Ota-onalarga farzandi qachon darsga boryapti, qatnashyaptimi yoki yo'qmi, bali qanaqa bo'lyapti, shunga o'xshagan funksionaliklar CRM taqdim qiladi. Lekin siz an'anaviy holatingizda o'ylab ko'ring, shunaqa funksionalik bormi?
Lekin ishoning, ota-onalarga bunaqa ma'lumotlarni berish juda qiziq. Va bu qaysidir ma'noda o'quv markazini statusini oshirib beradi. Ya'ni shunaqa CRM dasturlardan foydalanish orqali barcha ishini avtomatlashtiradi va undan tashqari o'zining mijozlariga ham hozirgi holat qanaqa, nima bo'lyapti barchasini demak dasturda ko'rsatib berib tursa bo'ladi. Faqat bitta narsani hisobga olish kerak. CRM ni deylik o'rnatib ishlatishni boshlashingiz bilanoq bir katta o'zgarish bo'lmaydi. U ma'lum bir vaqt talab qiladi. Deylik 2 oy, 3 oylardan keyin sekin-sekin ishingiz avtomatlashib, mana shu CRM ga moslashib borasiz. Ya'ni siz bitta CRM ni o'rnatib rivojlanib ketasiz degan tushuncha yo'q. Buni demak avtomatlashtirasiz. O'zi sezasiz, faqatgina 2-3 oy, 4 oy yoki 5 oylardan keyin sekin-sekin o'sha nima deydi, xodimlaringiz ham moslashadi, o'quvchilaringiz ham, ota-onalar ham sekin-sekin komplimentlar kelishni boshlaydi. Mana shu dastur orqali ishlar ancha avtomatlashib, qaysidir ma'noda nima deydi, chiqimlaringiz ham, ya'ni rasxodlaringiz ham kamaya boshlaydi. Chunki CRM dasturi o'zi ma'lum bir ishlaringizni amalga oshirib beradi o'zi. Yoki to'lovlaringizni ham o'z vaqtida nima deydi, qilishga yordam beradi. Chunki o'quvchilaringizga misol uchun hozir to'lovda qanaqa qilib yig'asiz? Guruhga keladi, olib keldingmi to'lovda? Yo'q, keyingi safar olib kelaman, yodimda yo'q degan tushunchalar ko'p bo'lishi mumkin. Lekin o'quv nima deydi? CRM shunaqa imkoniyatlar borki, to'lov vaqti kelsa, dastur o'zi avtomatik anglab oladi va o'quvchini o'ziga ham va ota-onasiga ham SMS yuboradigan funksiyalikni yoqib qo'yishingiz bo'ladi. Shunda hurmatli mijoz yoki hurmatli o'quvchi, keyingi darsingizda oxirgi to'lov vaqtingiz ekan. To'lovni o'z vaqtida qiling, bo'lmasam guruhga kira olmaysiz degan SMSni o'quvchiga yuborsangiz bo'ladi. Yoki ota-onasiga ham deylik farzandingizni to'lovi yaqinlashmoqda degan xabar ham yuborsangiz bo'ladi. Faqat to'lov emas, qanaqadir baho olsa, sertifikat olsa, o'qishi yakunlansa, har qanday holatda ham SMS yuborishingiz mumkin bo'ladi. Deylik misol uchun kelgusi hafta siz treyning, master class tashkillashtiryapsiz. Mana shu holatda ham sizni o'quvchingizni o'ziga ham yoki ota-onasiga ham SMS yuborsangiz bo'ladi bittada. Bittalab telefonlashib o'tirishingiz shart emas. Nima yutyapsiz siz? Xodimingizni vaqtini ancha saqlab qolyapsiz. Tushunyapsiz-a? Shunaqa imkoniyatlarni ham CRM dasturlari beradi. Ayni paytda o'rtoqlar bozorda, ya'ni ta'lim sohasida CRM dasturlari ko'plab deya olmayman, sanoqli, chunki endi rivojlanib kelyapti bu soha. Biz ham o'z CRM dasturimizga asos solganmiz. 1 yildan deyarli 1 yildan ortiq bo'ldi shu CRM dasturimizni ishga tushirganimizga. Hozir bir necha dastur, ya'ni o'quv markazlari ishlatib kelmoqda. Sizga ham mana shu videoni oxirida taklif bermoqchiman, ya'ni CRM dasturlardan birini ishlating. U xoh bizning CRM bo'lsin, xoh boshqa CRM bo'lsin, ishlating. Ana o'shanda sekin nima deydi, o'zingizda o'zgarish bo'layotganlarini seza boshlaysiz. Nega Soft CRM ni ishlashingiz kerak? Mana shu bo'yicha ma'lumotni ham bermoqchiman, chunki bizda IT kompaniya, ya'ni SoftHub IT kompaniyasi bor. Bizda qanaqadir funksiyani qo'shimcha xohlaydigan bo'lsangiz, biz bittada o'zgartirish kiritib, demak CRM dasturingizga qo'shib berishimiz mumkin. Biz maxsus guruh ochamiz, o'quv markaz rahbarlari, xodimlari va Soft CRM xodimlari bilan birgalikda guruh ochamiz va guruhda biz CRM dasturini qanday ishlatishni ham o'rgatamiz va barcha ma'lumotlarni berib, xullas siz bilan qaysidir ma'noda jamoangizning bir a'zosi bo'lamiz. Har qanday holatda biz tayyormiz. 24 ga 7 doimiy qo'shimcha bo'ladimi, o'zgarishlar bo'ladimi, tushunmovchilik joylaringiz bo'ladimi, yordam berishga tayyormiz. Mana shu joyimiz bilan biz aljalab turamiz. 14 kun bepul ishlatishingiz mumkin. Undan so'ng o'quvchilaringiz soniga qarab turib tarif bor. Do'stlar, demak CRM dasturini ishlatishingizni taklif beraman. Soft CRM ni ishlatinglar. Shaxsan o'zim ham har bitta guruhlarda bo'laman, yordam beramiz va birgalikda o'quv markazingizni rivojlantiramiz. Salomat bo'linglar.